hammaga. Bugun mana yana bitta xonadonga keldik. Germaniyalik mehmonlarimiz ikkinchi xonadonni xarid qilishdi. Yangi proyekt, pastda bo'shlarni ham ko'rsataman. Biz buni to'liq bir oy ichida hammasini ichini to'ldirdik. Mana do'stlar, yotoqxonaga kirib keldim. Mana chiroyli yotoqlar, mana katta shkaf. Ko'rsatdim sizlarga, bu baland bo'lmagan domlar, mana 4 qavatli dommi, 4-qavati bu. Yana bir marta yotoq ko'rsataman, qarang qanaqa chiroyli. Pokrivalarigacha olganmiz, mana mehmonxona, oshxona. Bizda shularni hammasini biz o'zimiz chiroyli qilib berganmiz. Hozir balkonni ham sizlarga ko'rsataman. Hop, balkonga уже kirlarni xazaykalar osib qo'yishibdi. Ana atrofni ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar, mana hammasi yangi domlar. Bu Koja Hasanli rayoni eng aktivni qurilayotgan. Mana 4-qavatdamiz. Mana dengizni ko'ryapsizlar, 4 qavatli domni 4-qavatidamiz biz. Bu yerda ham proyektlar bor. Kimga qiziq bo'lsa, 45 mingdan boshlab, lekin do'stlar, mana yoz oyida mana shu rayonda 30-32 mingdan ham uyosa bo'lardi, lekin hozir narxlar уже 45 mingdan boshlab. Bu yerda baland qurish mumkin emas. Mana hamma domlar, mana 4 qavat, 5 qavat, 3 qavat ko'rasizlar. Mana atrof juda ham chiroyli bo'ladi. Bu yoqlar yangi. O'zi yangi rayon emas. Bu yerlar oldin teplitsa bo'lgan, bog' bo'lgan, shu turklarni dam oladigan joylari bo'lgan. Mana hozir aktivni shaharga qo'shilib qurilishlar ketyapti. Oshxona qismimiz joylashmayli, tashqaridan ham ko'rsataman sizlarga. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana hozir sizlarga men xonadonni ko'rsatib chiqdim. Endi bu xonadonni egalari bilan qisqacha suhbat qilamiz. Bu ularni ikkinchi olgan uyi, juda ham Mersini yaxshi ko'rishadi. O'zlariga asli Germaniyalik mehmonlarimiz. Suhbatimiz qisqacha bo'ladi va rus tilida bo'ladi. Kerakli joylarini men tarjima qilib, описаниеda yozib ketaman. E'tiboringiz uchun rahmat. А уже говорим? Да. А мы все на связи? Да. Все, я как всегда вещаю на весь Узбекистан на русском языке. Я думаю, Эльтимос Халасинас, видишь? И если уже переходить к делу, быстренько у нас сегодня, потому что дальше мы еще и будем снимать для вас лучшие квартиры по 37 тысяч. Здесь недалеко, в студии Марина, Инна, Петр. Это все уже друзья. Да. Это все уже те люди, которые купили здесь, в Мерсине. Мне кажется, довольны. Довольны? Довольны, конечно. И поэтому вот коротенечко, опять-таки у нас выпуск про то, что люди приехали, онлайн выбрали, определились сюда, приехали, довольные уехали, а потом в обставленную, уже подключенную квартиру заехали. Марин, слово тебе. Хочу поблагодарить Мерьям, и Армину, Сабир и Раю за то, что они нам помогли. Мы на Мерьям вышли через ТикТок, связались по Хенди, переговорили, приехали вслепую, как говорится, ну, очень довольны квартирой, и так как Сабир с Раисой ее обставили, всем очень большое спасибо. Очень красиво у вас, очень красиво. Все так стильно, вообще душевно. Да. И также нас встречали, и здесь помогали. Всем большое спасибо. И вам спасибо за доверие, что вы нам доверяете, что вы нам верите. Вот такое вот свое сокровище. Также познакомились мы еще с одной девушкой. Да. Азиза. Азиза. Еще не запомнила, но думаю, что в следующем когда-нибудь еще... Будем в контакте постоянно, да. Будем, я надеюсь, что это наша не последняя квартира. Иншаллах, иншаллах. Что будем еще раз обращаться и только к ним. Спасибо, больше никому. Спасибо. Do'stlar, mana eshitdinglar. Menimcha tushunish qiyin emas. Mana bu yerda o'tirganlarning har bitta insonning o'zining xonadoni bor. Shu ayolni tabriklashga kelishdi. Shu qatorda biz ham shunga keldik. Mana yana bir marta sizlarga mehmonxonani ko'rsataman. Yotoqxonani ko'rdinglar. Juda ham hammasi chiroyli. E'tiboringiz uchun rahmat. Biza bilan qolinglar, bizaga ishoninglar, kelinglar. Rahmat.